Bugun navbatdagi to'garak mashg'ulotimiz o'quvchilar bilan bugungi to'garak mashg'ulotimizda so'z yozuvchi qo'shimchalar mavzusini o'tamiz. Demak, bugun o'quvchilar bilan mavzuni top o'yini o'ynaymiz. Doskalarimizga qafaslarimiz yopishtirilgan. Bu qafaslarimizga so'z yozuvchi qo'shimchalar yozilgan. Stul partamizda esa o'sha to'tiqushlarimizga mos so'zlar yozilgan. U so'zlardan ular so'z yozuvchi qo'shimchalarni qo'yib yasashlari kerak bo'ladi. Har bir to'tiqushni o'zini kerakli qafasiga olib borishlari kerak bo'ladi. Marhamat, boshladik. Zor qo'shimchasiga lolazor. Lolazor, yaxshi. Paxta, paxtakor. Paxtaga paxtakor, yaxshi. Xo'p, Shahzodbek. Lovga chi bo'ladi, lovchi. Lovchi. Asadbek. Sinfdosh. Sinfdosh. Dosh qo'shimchasiga, demak, sinf. Yaxshi.